Operatsiya qaysi quloq qilindi? Chap qo'l. Chap. Hozir qaysi tomon eshitish yaxshi? Chap. Chap. O'zgarish bo'ldimi? Ha. Ancha yaxshimi? O'ylaganimdan ham zo'r. O'ylagandan ham yaxshi, maşallah. Men Gulistondan keldim. Mana Toshkent Lur Center klinikasiga qulog'imda eshitish muammosi bor edi. Apparat taqmoqchi bo'lgandim. Shavkatjon doktorning maslahati bilan shu operatsiya yo'lini tanladim. Allohga shukr, eshitishim a'lo darajada. Mana operatsiya bo'lganimga hali 1 oy bo'lgani yo'q. Juda ham xursandman. Ilohim umri uzoq bo'lsin. Shunaqa muammolik insonlar bo'lsa kelinglar. Hamma narsani yechimi bor ekan. Qo'li yengil ekan bu shifokorlar hammasini. Men Shavkatjondan minnatdorman umrim oxirigacha. Rahmat, ota-onasiga rahmat. Mana bu pardasi. Bitta parda butun bo'ladi. Pardani oldidan kesib, o'sha qotib qolgan suyakni almashtirganmiz, ya'ni protez qo'yganmiz. Shunday suyakcha kichkina suyak, ya'ni uzangi degan suyakni olib, o'rniga o'sha titanni protez qo'yganmiz. O'shaning uchun pardada bu yerda hech qanaqa muammo yo'q. Hozir eshish qanaqa, yaxshimi? Yaxshi. Boshda aylanmadimi? Yo'q. Shovqinlar? Yo'q. Ba'zi holatlarda operatsiyadan keyin 1-2 kun bosh aylanishi va shovqin bo'lishi mumkin. Bu normada holat. 2 kun bo'ladi sizda. Shovqin bo'ldi. Aha. Norma bu. Hozir qanaqa, yaxshimi? Hozir zo'r. Juda ham yaxshi. Qo'lingiz dard ko'rmasin ilohim. Dunyo turguncha turing. Ota-onangizga rahmat. Salomat bo'ling. Bunaqa natija bo'lishini o'zim o'ylamagandim.